Hopa chaqiribsan? Mana ulaver, YouTube yo'lanmayapti. Shu uchun chaqirdingmi meni? Ha, nima qilibdi? Opangni qo'shniga uzatishdi, shu tomoni yomon ekanda. Yana nimaga chaqirding? Men musorlarni olib chiqib tashlay, hidi chiqib ketdi. Shu bitta musorlik uchun pastga chiqamanmi? Ha, o'zing uyingdagi musorlarni ham baribir olib chiqib tashlaysan-ku. Bizlarni Misrda 6 oy oldin pochcham olib chiqib ketganlar. Как раз bugun ovqat qilmadim. Oyimiz mosh kichiri yorib qo'yadilar. Uyingga yo'q-a? Bo'pti. Ovqat tashlab ket. Yana nimaga chaqirding meni? Завтракка bir narsa olib chiq, och qoringa o'tirmayman-ku. Bo'l, masalan завтракка shunaqa dahshat narsa olib kelaman. Mana завтракка eng sifatli sariyog, как раньше, bu Yevropaga yoki Amerikaga emas, o'zimizda Samarqandda ishlab chiqarilgan milliy mahsulot. Halol sertifikati ham bor. Sostavida 82,5% yog'i bor. Buni nonga surib yesa ham bo'ladimi? Buni nafaqat nonga surtib yeysan, buni shirinlik pishirsang ham bo'ladi, ovqatga ishlatsang ham bo'ladi. Pastdan bitta ustam olib chiqib ber. Nima? Men seni malayingmi? Ay, jim, pochcha uxlayapti. Bu pochcham uxlashdan tashqari ham nimadir ish qilyaptimi?